Bugungi mavzuyimiz o'zini anglash haqida boradi va bu savolni menga shogirdlarim tomonidan juda ham ko'p beriladi. Qanaqa qilib o'zimni anglasam bo'ladi, qanaqa qilib Allohni anglasam bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan savollarni berishadi. Bu qandaydir bir informatsiyalar, bir kitoblarda yozilgan mavzular orqali erishib bo'ladigan narsa emas. Bunga har bitta inson o'zini ustida tajribalar o'tkazib, o'zini haqiqiy ilohiy tabiatini ochadi. O'sha tajriba orqali ochadi. Ya'ni o'zini o'sha uning bir uchquni sifatida anglay olishi kerak. Buning uchun esa birinchi qadam o'zidagi o'sha ilohiy uchqunni ongli ravishda tan oladi. Ya'ni man ana shu uning ilohiy bir uchquniman deb tan oladi. Keyin bilasizmi, har tongda uyqudan uyg'ongandan keyin man nuzul etgan, ya'ni yerdagi uning uchquniman. Meni ilohiyat bilan bevosita bog'lanishim ustidan hech kim hukm yurita olmaydi deb aytishi muhim. Buni aytishdan sabab har doim har kuni siz shu gapni aytarkansiz. Man uni uchquniman va man u bilan bog'lanishim, man u bilan bevosita bog'lanishim ustidan hech kim hukm yurg'iza olmaydi. Tushunasizmi? Ixtiyorim o'zimda deysiz. Xullas, siz mana shu gapni aytganingiz sari sizning tashqi itoatkorlikka dasturlanganligingiz asta-sekin keta boshlaydi. Chunki bizani hammamizni mana shu matritsada dasturlab qo'yishgan. Biz bu dasturdan chiqishimiz uchun mana birinchi qadam shu. Ikkinchisida esa siz rost mana o'zingizni ilohiy aslingiz, o'sha ichingizdagi ilohiy aslingiz, ya'ni uchqun, o'sha Allohning uchquni ichingizda o'tirgan ruhingiz bilan bog'lanish uchun harakat qilishingiz kerak. U muroqaba deymiz, meditatsiya deymiz. Xullas, tinch, xotirjam o'tirib ko'zlarni yumib olasiz va ko'kringiz markazidan shundoq tillarang nurni ko'z oldingizga keltirasiz. Ana o'sha nur kengayib, ana o'sha sizni o'zingizni ichingizdagi olov desak, uchqun desak, nur desak, shu kengayib borgan sari o'zingizni butun vujudingizni, keyin butun tevarak atrofni borib kengayib butun koinotni, oldin planetani, keyin koinotni to'ldirib hamma yoqqa kengayib ketayotganini tasavvur qilishingiz kerak. Va o'zingiz kelib chiqqan manbaingiz orasidagi birlikni his etasiz. Bu hozir zamonaviy olimlar, neyrobiologlar bu narsani chindan ham moddiy ko'rinishda ham bizning neyronlarimizda yuz berishi mumkinligini isbot qilyapti. Neyronlarimizda qanaqadir o'zgarishlar yuz berar ekan bu ish qilganimizda biza. Xullas, siz butun koinotga kengayib ketayotganingizni tasavvur qila bilishingiz kerak. Bu ikkinchi praktika edi. Endi uchinchi praktikaga o'tamiz. Uchinchi praktikada siz nafsingizni o'sha anglay olishingiz kerak. Sizni nafsingiz doimiy ravishda, bizda bilasiz, eng birinchi nafs bu nafs ammora deyiladi. Hissiyotlar, past chastotali hissiyotlarni xohlayveradi. O'shanga olib boradigan o'sha vaziyatlarni yaratishga, fikrlarni keltirib chiqarishga harakat qiladi. Bular qo'rquv, g'azab, aybdorlik kabi eng tuban hissiyotlar. Siz shunaqa vaqtda o'zingizni to'xtata olib, bu hissiyotlar menikimi? Yoki meni ataylabdan provokatsiya qilib mana shu hissiyotlarni menga singdirishyaptimi? Kim meni bu hissiyotlarimdan manfaatdor? Men kimni boqyapman bu hissiyotlar bilan deb o'ylashingiz kerak. Va shu hissiyotlarga kirib ketmasdan, shu hissiyotlar paydo bo'lganda tezlikda 3 marta chuqur nafas olib, o'sha nafas orqali o'sha sizdagi o'sha hissiyotni qora tumanga aylantirib, vujudingizdan chiqib, sizni tark etib ketayotganini tasavvur qiling. Har doim shunaqa past quvvatli hissiyotlar uyg'onib, siz shunaqa hissiyotga kirib qoldingizmi?
tezlikda harakat qiling va o'sha qora tutun kabi o'sha hissiyotlarni tanangizdan chiqarib oling. Bu mana 3-amaliyotimiz edi. Agar siz mana shu qilib yursangizchi, sizga o'sha ta'sir qilayotgan qora kuchlar, sizni nazorat qilishga urinayotgan, sizni energiyangizni oqimini, o'sha oqimidan foydalanayotgan qora kuchlar sizdan uzilib qoladi. 4-inchisi esa o'zingizni ustingizda ishlang. Ya'ni eng to'g'ri ma'lumotlar asosida ilm oling. Dogmatizmga kirib qolgan dindorlarni nazarda tutmayapman. Siz ko'proq Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy kabi, Ibn Sino kabi buyuk allomalarni, endi bizga hozir imkoniyatimiz bor va o'qishimiz imkoniyati bor bo'lgani bu Jaloliddin Rumiy bilan Alisher Navoiy, Fariddin Attor, mana tarjima qilindi bular asarlari. Mana shu asarlarni ko'proq o'qib anglashga, ularni hayot yo'lini tushunishga, ular qanaqa qilib o'sha ilohiylikka erishishgan, o'sha ilohiylikka erishishning o'z tajribalarini yozishgan kitobda yo'llarni qanaqa qilib o'rganishgan, shu haqida ma'lumotlarni olib o'zingiz ustida ishlab boring. Endi 5-amaliy ishga o'tamiz. Siz iloji boricha o'zingizni o'sha ichingizdagi nuringizni shu qadar erkin, hech kimga bo'ysunmaydigan, aybdorlik hissida yashamaydigan, faqat ungagina tegishli bo'lgan pok, har qanday imkoniyatlarga ega bo'lgan, hech qanaqa imkoniyat chegaralanmagan, har qanday imkoniyatga ega bo'lgan, shunaqa bir suverenitet bo'lgan mavjudot. Tushunasizmi? Nima deydi? Hech kim sizni boshqara olmaydi. Siz hammani boshqara olasiz. Hech kim sizga ta'sir o'tkaza olmaydi. Siz hammaga ta'sir o'tkaza olasiz. Hamma narsani sizni istagingiz bilan yaraladi, hamma narsa sizga xizmat qiladi. Shunaqa darajadagi mavjudotligingizni anglashga harakat qilishingiz kerak. Endi mana shu holat ichingizda qancha ko'p yaralsa, siz o'zingizni anglab borasiz. Siz o'zingizni bir ilohiy uchqun ekaningizni, bu dunyoga kelishdan maqsadingiz o'zingizni anglash ekanligini tushunib borasiz. Bu degani, o'zini anglash degani, Allohni men yashirin xazina edim, bilinmoq istadim degan hadis bor. Ana o'sha hadisni ma'nosiga to'g'ri keladi. Ya'ni biz o'zimizni anglaganimizda, o'sha o'zimizni qanaqa darajadagi qudratli ekanligimizni tan olganimizda o'zimizni taniymiz. Demak, tushunasizmi? Har bir inson nimaga dunyoga kelganini bilish kerak. Uning uchun mana shu yuqorida aytib o'tgan har bitta bo'limdagi vazifalarni bajarib borish kerak. Bu yo'ldan o'tgan buyuk insonlar hayotda tajribalarini bizga mana kitob tarzida tashab ketishgan, tajribalarni tashab ketishgan. Bu yo'l islom madaniyatida tariqat deb aytiladi, Hind madaniyatida yoga deb aytiladi, xristianlikda gnostitsizm deb aytiladi. Xullas, tushunasizmi? Hammasi aslida bitta yo'l. Bitta asosiy yo'l bitta, qolgan hammasi unga olib boradigan so'qmoqlar. Har bitta insonning o'zining so'qmog'i bor. Har bitta inson o'zining so'qmog'idan asosiy katta so'qmoqqa qarab yuradi. Shuning uchun ham hech bir odamni muhokama qilmaymiz. U to'g'ri qilyapti, bu xato qilyapti demaymiz. Faqat o'zimiz to'g'ri yurishga, o'sha yo'ldan adashmaslikka va eng tez olib boradigan, eng to'g'ri yo'ldan yurishga harakat qilamiz. Inson o'z shaxsiyatidan, mana shaxsiyati degani nima? Millat, din, umuman hamma shartlardan voz kechib, faqat o'z shaxsiyatini butkul unutib, men yo'qman, sen borsan degan taqdirda
ana o'sha eng asosiy katta yo'lga qo'shilib fanoga erishadi va maqsadiga yetadi. Azizlar, mana tushuntirishga men harakat qildim va men ishonamanki, bu yo'ldan boruvchi har bir inson maqsadiga va nihoyat yetishadi.